Bugun eng oson usulda yumshoqqina bo'lib chiqadigan pirog tayyorlamoqchimiz. Buning uchun bizga 2 ta tuxum kerak bo'ladi. Tuxumga xohishga ko'ra vanilin solsa bo'ladi. Bu bilan biz ozgina tuxumga ozgina tuz qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin endi shakarimizni solamiz. Yarim stakan yoki xohishga ko'ra mana 1 stakan solsa ham bo'ladi. Yaxshilab eritib olamiz. Shakarimizni eriguncha aralashtirib olamiz yaxshilab. Yaxshilab vinch yordamida aralashtirib olamiz. Shakarlarimiz erib ketishi kerak bo'ladi. Endi shakarlarimiz eriganidan keyin yarim stakan o'simlik yog' qo'yamiz, hidsiz. Yana yaxshilab aralashtiramiz. Yana yaxshi aralashib bo'lgandan keyin endi 1 stakan qatiq yoki sut qo'shib qo'yamiz. Mana biz qatiqni tayyorlab qo'yganmiz. Qatiqimizni qo'shgandan keyin ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi hammaga oson bo'lishi uchun unimizni qoshiqda o'lchaganman. 16-17 qoshiq unimizni o'lchab olganman. Buni birinchi bo'lib yarmini solib olamiz. Va 15 gram razriq litr o'lchab qo'yganmiz. Buni ham qo'shib olamiz. Unimizni yaxshi aralashtirib olishimiz kerak. Qomoqlari qolib ketmasligi kerak. Yaxshilab aralashtirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi qolganimizni ham solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana massamiz shunaqa quyuqroq, mayin massa bo'ladi. Hech qanaqa qomoqlari qolmadi. Endi listimizga ozgina sariyog' surib olamiz. Bu yoqda mana listimizga ozgina sariyog' surib olamiz. Bu massamizga 1,5 osh qoshiq 9-10% uksus qo'shamiz.
Yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu bilan massamiz tayyor. Hozir buni qizib turgan pechga yuboramiz pishirishga. Massamizni quyib pishirib olamiz. Va qizib turgan pechimizga 170 gradusga 40 minutda pishirib olamiz. Ichiga bog'liq yana. Hammani pechiga bog'liq yana ham 30-35 minutda ham pishib qolishi ham mumkin. Va xohishga ko'ra muzlatilgan olchalarimizni qo'yib olamiz. Shu bilan pishirishga qo'yib olamiz.